Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga Safiyani tvorojniy pirogidan qolishmaydigan pirog tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun biz birinchi bo'lib un sovib olamiz. Un bilan margarinni yaxshilab kroshka qilib olib, keyin razrahitr solib aralashtiramiz ishib chiqishi uchun. Keyin ketidan bir pila shakar solinadi. Shakarni ham yaxshilab aralashtirib olib, ikkita tuxumni sariq solinadi faqat, keyin bir pila qaymoq bilan yaxshilab aralashtirib olib, zuvala qilib olamiz. Yumshoq xamir bo'lishi kerak qizlar. Keyin nachinkasiga tvorog, shakar, bir pila, o'zingizlarning tabiiyligiga qarab solasizlar. Keyin boyiga ikkita tuxumni oqini olib qo'ygan edim, o'shani soldim. Keyin vanilin ozgincha. Bularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Bularni yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin buni olib qo'yib, boyiga zuvalamizni olib listimizga joylaymiz. Xamir ozginchasini olib qo'ydim, ustiga terib chiqish uchun. Xamirimizni yaxshilab ochib olib, listimizga solib, keyin tvorogimizni ham solamiz. Keyin xamirimizni ochib, mana shunaqa qilib lenta qilib kesib olgan edim qizlar. Uje pishdi. Tayyor. Yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like bosish esdan chiqmasin.